Alo. Aka men keldim. Keldingmi? Da, tushavering, podyezdingiz tagidaman. Bo'ldi, hozir Aha, 2 minut. xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz Jonizonmi? Rahmat, Xudoga shukr. Tinchlikmi o'zi? Namcha shoshini chaqirding. Qayerga borishimiz kerak? Ha, deyarli hech qanaqa gap yo'q edi. Shunaqa demasa chiqmaysiz, jon aka. Bugun dam olish kuni bo'lsa, bir odamga o'xshab biz ham o'tiraylik. Mayli-ku, lekin biror joyga borib o'tirishga rosti hozir ortiqcha pulim yo'q. Yaxshisi, yur bizga kirib o'tiramiz. Aka, sizdan birov pul so'rayaptimi? Pulda muammo yo'q, xavotir olmang. Ketdik. Ha, ona. O'g'lim dadayni qon bosimi ko'tarilyapti-da. Dorilar ham tugab qolibdi. Vaqtim bo'lsa bir kelib. Ona, meni hozir bekorchi vaqtim ham yo'q, oshiqcha pulim ham yo'q. Meni tinch qo'yinglar. Ana akamga ayting, olib keladi. Ha, aka, qayerga ketyapsiz? Senga o'xshagan iflos farzandlar bilan bitta dasturxonda o'tirishga or qilaman. Yo'qol ko'zimdan. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin.